Salom, men G'o'zaman. Men aynan glifosatga chidamli GT genli g'o'za naviman. Mening hosildorligimning siri ham aynan shunda. Ya'ni glifosatli eritma menga ta'sir qilmaydi. Atrofimdagi barcha begona o'tlarni nobud qiladi va mening o'sib rivojlanishim uchun qulay muhit yaratadi. Ammo shuni unutmang, glifosat oddiy an'anaviy g'o'za navlari uchun juda xavfli bo'lib, ularni butunlay nobud qilishi mumkin. Shuning uchun vositadan faqat men kabi GT genli, ya'ni glifosatga chidamli navlar ekilgan maydonlardagina foydalanish zarur. Meni parvarishlashda ham ehtiyotkorlik muhim. Avvalo 3-4 chinbarg chiqqan paytimda taxminan 10 ga 10 metrli sinov uchastkasida glifosat eritmasini qo'llab ko'ring. Agar bu hududda o'sishimda hech qanday salbiy holatlar, stress, rivojlanishdan to'xtash yoki barglarimning sarg'ayishi kuzatilmasa, unda bemalol qolgan maydonlarga ham ishlatishingiz mumkin. Aksincha, agar salbiy belgilar paydo bo'lsa, darhol Prezident huzuridagi paxtachilik kengashining viloyat ishchi guruhlariga hamda tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi xodimlariga murojaat qiling. Ular sizga to'g'ri agrotexnik yechimlarni tavsiya etadi. To'g'ri yondashuv bilan men sizga yuqori hosil va sifatli natija beraman.